Ushtum tut o'lim. Bugun kunlarimizda ushtum tut o'lib ketish ko'payyotadi. Yap-yoshlar, qiron yigitlar tuyuqsiz bu dunyodan ayrilib ketadi. Bu nimadan derak beradi? Ushtum tut o'lim oxirat hayotini unutib, mushu dunyoga markazlashib, dunyo mening jannatim deb o'ylab qolgan bizlar uchun, ey inson, dunyosining vaqtliq turadigan makoning, dunyoda kimni yaxshi ko'r, uningdan chuqum ayrilsa, dunyoda qanchalik narsalarga erish, uningdan chuqum ayrilsa, dunyoda nima ish qilma, o'lim bor degandan iborat bir signalni biz hayot qolganlar uchun beradi. Ushtum tut o'lim o'zining yoshligiga ishinib, texi bog'u, tex qilib olaman deb yomon ishlarni, gunoh masalalarni qilgan yoshlarga, ey yosh, o'lim cho'ng kichik demaydi. O'lim ana shundoq tuyuqsiz keladi. Tavbaga fursat topolmay qolsa degandan iborat bir signalni, bir ogohlantirishni beradi. Ushtum tut o'lim o'zini aqlliq sanab, Allohning ko'rsatmalariga rioya qilmagan kishilarga, ey inson, sen qanchalik aqlliq bo'l, qanchalik kuchli bo'l, hamon bir kuni ana shundoq tuyuqsiz o'lib ketgan kishilarga o'xshash o'lib ketsa, o'zingning jannat qutqizish kuching yetmaydi degandan iborat bir savodni, bir darsni beradi. Ushtum tut o'lim hayotning bir imtihon maydoni va nihoyat qisqa vaqt ekanligini unutib, uzun orzu armonlarning keyindan yurib ketganlar uchun, ey inson, hayot nihoyat qisqa. Sana yaxshilik qilib uchun ayrim bir fursat berilmaydi. Har vaqt yaxshilik qilishga oldira, orzuni uzun qilma degan signal orqali bizni yaxshini qilib olishga oldirdi. Chunki inson dunyoda nihoyat ko'p orzu armonlarni qiladi. Uni qilib olib, uningdan keyin bundoq qilaman. Buni qilib olib, uningdan keyin bundoq qilaman deb uzun orzu armonlarni quruydi. Uning keyindan foydali yaxshiliklarni qilishni o'ylaydi. Lekin insonning ajali u orzusidan burun keladi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom hadisda insonning qalbida ikki narsa bor. Bu ikki narsa asla qerimaydi. Buning birisi bo'lsa, dunyoga bo'lgan muhabbat. Ya'ni inson dunyoga to'ymaydi. Qanchalik yashsin, o'lib ketar vaqtida dunyoda yashamagandek ketadi. Yana birisi to'lul amal, ya'ni uzun arzu. Bu ishlarni qilib bo'lgandan keyin u yaxshilarni qilma, manchilik pul tepib bo'lgandan keyin, ondan keyin Alloh yo'liga sarf qilma deganga o'xshagan nurg'un planlarni qilib bo'lgandan keyin oxirga Allohga arziydigan ishimizni qo'yamiz. Ammo payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom insonning ajali u orzusi amalga erishishdan burun keladi deydi. Ya'ni inson doim orzu ichida yashaydi. Lekin inson yaxshilarni, oxirat uchun qiladigan ishlarni orzusini keyinga qo'ygan vaqtida payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom degandek, orzusi amalga erishishdan burun uning ajali keladi. Shuning uchun inson orzu qilish kerak, lekin yaxshilikni har vaqt qilishga tirishish kerak. Qo'lidan kelgancha qilish kerak. Esimizda bo'lish kerakki, bizning yaxshilarni qilib olishimiz, Allohga arziydigan amallarni qilib olishimiz uchun bizga ayrim vaqt, ayrim fursat berilmaydi. Nafas olgan vaqtimizning har biri bizning Alloh yo'lida ish qilishimiz uchun berilgan bir fursat, bir vaqt. Uningdan boshqa ushtum tut o'lim zamon oxirining, ya'ni qiyomatning yiqilishib qolganligining bir alomati. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom hadisda inna min amaratis sa'a ay yadhhara mautul faj'a. Qiyomatning alomatlaridan biri shuki, ushtum tut o'limning maydonga kelishi deydi. Ya'ni akşam saqaytib ertesi o'rnidan turolmaslik, ushtum tut har xil voqea bilan bu dunyodan ketish, ya'ni kasal, ondan boshqa sakrat azobi chekmasdan bu dunyodan ketish ana shu qiyomatning alomatlaridan birisi. Shundaqla ushtum tut o'lim bir musulmon uchun rohat, bir gunohkor osi uchun hasrat va g'azab. Hazrat Oysha radhiyallohu anha payg'ambarimiz Muhammad alayhisalomdan ushtum tut o'lim haqida so'raydi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom rahatun lil mu'min va akhzatu asif lil fajir. Ushtum tut o'lim mu'min uchun rohat, fojir uchun, ya'ni gunohkor osi uchun hasrat, nadomat, g'azab. Qaysi birimiz gunohkor emas, qaysi birimiz osi emas. Ushtum tut o'limning bizga g'azab emas, hasrat emas, rahmat bo'lishi uchun har vaqt o'zimizni hisob elishimiz va Allohga tavba qilishimiz kerak. Chunki biz har vaqt xatolashimiz, har vaqt o'zimiz bilib yoki bilmay gunoh o'tkazamiz. Shuning uchun har vaqt tavba qilishimiz kerak va o'lgandan keyingi abadiy hayotimiz, ona yurtimiz bo'lgan jannat uchun, oxirat hayoti uchun nimalarni avatdik, nimalarni tayyorladik, bundan hammamiz o'zimizni bir hisob elishimiz kerak. Çünkü ölüm etrafımızda yüz berayotgandek ushtum tut tuyuqsiz keladi. Tuymay qolamiz. Ikkinchidan, mayli tijorat qilayli va yoki o'qayli, mayli qanday ish qilayli, niyatimizni to'g'rilashimiz kerak. Ya'ni o'qiyotgan o'qishimizni, qilayotgan tijoratimizni nima uchun qilyapmiz? O'qib musulmonlarning foydasiga ishlatish uchunmi? Va yoki pul tepib boshqalardan isilroq uyda o'tirish, isilroq mashina haydash uchunmi? Bu haqda o'zimizdan bir hisob elishimiz kerak. Agar niyatimiz boshqa bo'lsa, ya'ni pul tepib Alloh yo'lida xajlash va yoki o'qib Alloh yo'lida ishlatishdan boshqa bir maqsadda bo'lsa, bu niyatimizni Allohni rozi qilishga to'g'rilashimiz kerak. Chunki biz niyatimizni bu xil shaklda to'g'rilagan vaqtimizda mayli nima ish qilayli, to'g'ri ishlar bo'lsa, u ibodatga aylanadi. Aksicha pul tepishdan bo'lgan maqsad mushu dunyoda huzurli, baxt saodat ichida yashashlar bo'lsa, u vaqt
tuyuqsiz ölüp ketsak, halimiz vay. Çünkü insan nimani arzu qilsa, nimani niyat qilgan bo'lsa, shuningga erishadi. Shuning uchun mayli nima ish qilaylik, men bu ishlarni nima uchun qilyapman? Nima maqsad qilyapman? Buni o'zimizdan bir hisob elib, niyatimizni to'g'rilashimiz kerak. Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom inson qandoq o'lgan bo'lsa, shundoq hashr qilinadi deydi. Ya'ni bir inson gunoh ustida o'lgan bo'lsa, u odam gunoh ustida hashr qilinadi. Ya'ni gunoh ustida tirildiriladi. Bir odam yaxshilik, foydali ishlar, ibodat ustida o'lgan bo'lsa, shu ish ustida hashr qilinadi, tirildiriladi. Biz qachon o'lishni bilmaymiz va tanlamaymiz, ammo qandoq o'lishni tanlay olamiz. Chunki biz qandoq yashasak, shundoq o'lamiz. Qandoq o'lsak, shundoq tirilamiz. Biz Allohga qandoq uchishni xohlasak, shundoq yashaylikki, Alloh taolo bizni shu holatimiz ustida qabz ruh jinimizni olsin. Qiyomat kuni Allohning huzuriga shu holatda chiqaylik. Esimizda bo'lsin, har vaqt o'limni, oxirat hayotini unutmaylik. Bu dunyo oxirat hayotiga solishtirgan vaqtida nihoyat arzimas kichik narsa. Bu dunyoga qanchalik o'zimizni biraylik, cho'qim o'lamiz. Qanchalik narsalarni yaxshi ko'raylik, cho'qim ayrilamiz. Har bir jon o'limning ta'mini tatiydi. Yaxshi ko'rgan narsadan ayriladi. Kullu nafsin za'iqatul maut. Har bir jon o'limning ta'mini tatiydi. Va innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Sizlarning mukofotinglar qiyomat kuni beriladi. Ya'ni dunyo mukofot oldigan yeringlar emas. Bu jafo tortadigan, imtihon beradigan, Alloh uchun ish qiladigan yeringlar. Mukofotinglar qiyomat kuni beriladi. Faman zuhziha anin nar va udkhilal janna faqad faz. Do'zaxdan yiroq qilingan jannatga kirgan odam faqat faz. Haqiqiy muvaffaqiyatga erishgan odam. Bu dunyoda pul topgan, kishilarning hurmatiga sazovor bo'lgan, yuqori mansabga erishgan kishilar hargiz sizlar o'ylagandek insonlarning o'lchimidagidek muvaffaqiyatga erishgan, muvaffaqiyat qozong'uvchi emas. Haqiqiy muvaffaqiyat o'lmas muvaffaqiyat o'lgandan keyingi abadiy o'limsiz hayotda jannatga kirishimiz, do'zaxdan saqlanishimiz. Va mal hayatud dunya illa mata'ul. Bu dünya hayatı bizni aldaydigan narsalar iborat. Bir narsalardan huzurlanamiz, bir qancha oy, bir qancha kundan keyin u narsaning huzuriga ketadi. Nurg'un narsalarga erishimiz, o'qiymiz, o'limiz, hammamiz o'xshash ketadi. Oxiratni hisob qo'shmagan holda dunyoda berilgan baholar, qimmat qarashlar hech qaysi oxiratda o'tmaydi. Cho'qim bizning qimmat qarashimiz, boshqalarga beradigan bahorimizda oxirat hayoti hisobga qo'shilishi kerak. Qiyomatda haqiqiy ish oshkor bo'ladi. Haqiqiy muvaffaqiyat qozonuvchining kim ekanligi oshkor bo'ladi. Allah Taala bizni ebedi yurtimiz bo'lgan oxirat hayotida haqiqiy muvaffaqiyat qozongan kishilarning qatoridan qilsin.